Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun matematikada IDC testlar to'plami ikkinchi mavzusiga keldik. Xudo xolasa darslarimizni davom ettiramiz. Sizlar uchun bir ajoyib yangiligim bor. Endi kichkina ukalangiz 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi sinf ukalangizni bepul prezident maktabida tayyorlantirishingiz mumkin. Buning uchun bizani PM Xurshidbek ustoz degan Telegram kanalimizga o'tsangiz, Sobirjon shogirdim va meni prezident maktabi uchun bepul darslarimizni birin-ketin ukalangiz o'rgatsangiz bo'ladi. Bu darslar ham yaqinda Xudo xolasa YouTube'ga joylab bosishimiz. Esa davom ettiramiz. Birinchi mavzudan tushunmagan misollar bo'ladi bo'lsa, uni Telegramda yozib qoldirsangiz, o'zimiz ishlab o'rgatamiz Telegramdagi guruhimizda. Ikkinchi mavzumiz, mavzu tushuntirib ketaveramiz. Qaranglar, mavzumizga qarasangiz, bizda ikkinchi mavzumiz bo'linish belgilari, tub va murakkab sonlar ekan. Bu mavzuni YouTube'da bilan o'rgatganman, lekin shundan yana sizlarga tushuntirib beraman. Demak, bo'linish belgilaridan boshlab ketamiz. Bo'linish belgilari. Qarang, boshida mavzu tushuntiraman, keyin misollarni o'qib beramiz. Demak, bo'linish belgilarini ol. Bo'linish belgilari degan, masalan, qarang, u ham boramizdan bir yerimiz og'ridi. Nechamiz doktorga borishimiz kerak-ku? Doktor nechta desa, masalan, kallam og'rib desa, doktorga borib turgandan ochib, ichidan olib, ko'rib, birini og'rib qolgan, birini qizarib qolgan demaydi-ku. Nodir belgilardan qarab, simptomlardan qarab, seni qanday yering og'rib turibdi deb bizga tashxis qo'yadi. To'g'rimi, doktor? Endi qaraymiz, biz oddiygina sonlarni tashqi ko'rinishidan qarab turib, uni bo'linadi, bo'linmaydi odi bilan beradi. Masalan, 2ga bo'linish. Demak, 2ga bo'linish uchun nima bo'lishi kerak? 2ga bo'linish uchun oxiri hamma biladi, uni nima bo'lishi kerak? Juft bo'lishi kerak. Bu degan nima degani? Demak, soni 272, ya'ni oxiri necha son bilan tugashi kerak? Juft son bilan tugashi kerak. Yana davom etamiz. 346 yana, ya'ni bu yon tarafda oxiri juft bilan tugasa bo'ladi. Juft degan nima degani? 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugasa, bu sonimiz 2 ga bo'linadi degan fikrga kelamiz. Endi 3 ga bo'linish. Demak, 3 ga bo'linish degan nima degani? 3 ga bo'linish degani son raqamlar yig'indisi bo'linishi kerak. Raqamlar yig'indisi. Endi ko'pchilik so'raydi-da mana. Necha bilamiz uni o'zi? Neden gap chiqqanmi deb so'raydi. Oddiygina bir son olamiz, masalan, 363 degan son olamiz. Bu 3 ga bo'linishni hammamiz bilamiz. Endi men buni qoida yaratamiz. Ya'ni 3 ni raqamlar yig'indisini ko'ramiz. 3, 6, 3. Demak, bu son 12 bo'ldi. Sonning raqamlar yig'indisi 12 ku, 12 3 ga bo'linadi. Qarang, bo'linadi. Demak, xulosa keladi, qoida keladi. Qarang. 3 ga bo'linish uchun sonning raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadi degan qoidamiz kelib chiqadi. Ayni davom ettiramiz bir chetdan. Demak, 4 ga bo'linish. Qarang, men buni sizlarga Telegram kanalda qoidalarni chiqarib qo'yaman. Bemalol shu yerda o'tib, ko'rib olsangiz bo'ladi. Qarang, 4 ga bo'linish oxirgi ikkita raqam. Ikkita raqam 4 ga bo'linishi kerak. Demak, qarang, 300 oxir ikkisi 0 bo'linadi. 312 oxir ikkisi 12 bo'linadi. 424 bo'linadi. Shu yerda bir narsa aytmoqchiman. Kommentariyada yozib ketinglar, sizlar ham bilasizlar menga bersin. E'tibor beringlar, keyingisi 5 ga bo'linish, hamma biladi buni. 5 la jadvalni yo'llagandan beri yo'llab qo'ysin. Demak, 5 ga bo'linish uchun oxiri 0 yokida necha bo'lishi kerak? 5 bo'lishi kerak. Masalan, 325 3245 ekan. Bir narsa desa 0. Demak, oxiri bo'linadi. Masalan, 320 bo'linadi. Bu hokazo shu to'g'rida davom etib ketaveradi. 6 ga bo'linish. 6 ga bo'linish, nima degan 6 ga bo'linish degani? Bir vaqtda 2 ga 3 ga bo'linish. Biz sizlar o'tganmiz, ha? Demak, 2 ga bo'linishni tushundik, 3 ga bo'linishni tushundik. Endi buni qo'shamiz, qarang. Tushunib olmashim. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan juft son 6 ga bo'linadi. Nima turibdi? Raqamlari yig'indisi 3 ga bo'linadi. Juft bo'lsa oxirgi 0 bilan teng 0, 2, 4, 6 bilan tengmi? Bu degani 2 ga bo'linadi. Masalan, qarang. 366. Demak, oxiri juft. Bu degani 2 ga bo'linadi degan. Raqamlar yig'indisini qarang. 3, 6, 6 bizga kelib chiqadi 15. Endi 15 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam, javobi 5. Demak, bu son ham o'shalarda 6 ga bo'linadi. Ya'ni 7 ga bo'linish bor, lekin ko'p kitoblar, lekin men uni umuman xato deb o'ylayman. 8 ga bo'linishni qaranglar. 8 ga bo'linish bizda qarang. 2 da oxirgi bir raqam, 4 da oxirgi 2 raqam.
8'de oxirgi necha raqam bo'ladi shunda? Oxirgi 3 raqami bu belgilanadi. Nima uchun? 2 2 ni birinchisi, 4 2 ni ikkinchisi, 8 2 ni uchinchisi, shuning uchun oxirgi 3 raqam yetadi. Endi qaraymiz, oddiy bo'lib tushuntiramiz. 3000 xuddi shunga oxirgi uchisi 0 bilan tugagani uchun bizda bo'linadi. Ana endi masalan 424. Demak, oxirgi 3 raqamini e'tibor bersak 8 ga bo'linadi. Shu xuddi shu tarzda davom etadi. Endi demak 9 ga bo'linish. 9 ga bo'linish necha bo'ladi? Bu bo'linish belgilari bir-birini o'xshaydi. Mana 9 3 ga o'xshab ketadi. Chunki 3 ning kvadrati bor degan. Demak, qoida shu. Raqamlar nolsa yig'indisi bo'lishi kerak. Yig'indisi 9 ga bo'linsa. Endi qaranglar, davom ettiramiz. Masalan, 333. Bu raqamlarimizni ko'ramiz. 3 9 chiqadi. 9 ni 9 ga bo'lsam, necha chiqadi? 1. Demak, bo'linadi ekan. Endi 10 ni hamma biladi, uni ko'ram biladi-ku. Ga bo'linish. 10 ga bo'linish necha bo'ladi? 10 ga bo'linish oxiri 0 bo'lishi kerak. Tamam. Buni ortiqcha to'xtalib o'tirmayman. 300 240. 0 bo'lsa oldi, bir dona. Nima shuni qisqartirib tashlaymiz. 11 ga bo'linish necha bo'ladi? 11 ga bo'linish yozuvga e'tibor bermaysan, men agar mukammal yozuvdimi, xuddi aytganman. A, B, C, D, E, F degan bir son bo'lsa, bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi juft o'rindagi raqamlari yig'indisidan. Juft o'rinda degani juft. Raqamlari qaysi? B, D, F. B qo'shuv D qo'shuv F dan toq o'rindagi raqamlar yig'indisi A, C, E larni qo'shib turib ayirsam, chiqqan natija 11 ga bo'linsa, kasrasiz bo'lishni bildiradi. Bu son 11 ga bo'linadi. Qoidani yana bir marta takrorlayman. Juft o'rindagi raqamlari yig'indisidan toq o'rindagi raqamlar yig'indisini ayirmasi 11 ga bo'lishi kerak. Endi bu ham takrorlanib ketaveradi. Shu o'rinda bilasizlar, aytmoqchilar. Qaraman. O'chirib davom ettiramiz. Bu narsalarni o'qishim oddiy narsalar. Ko'zda mana shunday bir screenshotlarni berasizlar, tamom shu bilan o'rganib ko'rasizlar matematikani. Lekin sizlar bir narsani yoddan chiqarmanglar. Matematikani o'rganish bu oson mavzudan o'rganishdan iborat emas. Ozgina fikrlash, dunyoqarashni o'zgartirish kerak. Bundan quruq oyga bormaysizlar. Dunyoqarashni o'zgartiringlar shogirdlar, o'zgartiringlar deyman. Qaramang sizlar. Davomi, ya'ni tur bilan murakkab sonlarni tushuntirib beradi. Aytadi bonus. Tub son. Hamma biladi. 2 ga bo'lamiz bu. Demak, tub son va murakkab son bor. Murakkab son. Endi qog'oz qushqonlarni ichida misolida ko'rib beradi. Qarang. Tub son degani 1 ga o'ziga bo'linadi. Buni men hayotda aytolmayman. Kelishib bo'lmaydi odamlar bor-ku. Faqat o'zi bilan kelishadi. O'zi bilan kelishmaydi, yo'q bo'ladi. Masalan, qarang, 2 dan boshlanadi bu. Bu yagona juft tub son. Bu 1 bo'linadi, 2 ga bo'linadi. Boshqa bo'luvchisi bormi? Yo'q. 3 1 bo'linadi, 3 ga bo'linadi. Va hokazo 7 ni biz 50 gacha yozib qo'yamiz, qarang. Sizlar bilib turibsizlar. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 va hokazo cheksizligiga qarab ketdi. Orasida qaysidir to'shab ketmadimi? Topsangiz yozib qo'ying. Yo'q menimcha. Endi qarang. Murakkab son nechi bor? Shuni hisoblab masalan 12. Bularga bo'luvchi ko'p. Yaxshiroq. Mana shunday kallamda saqlab qo'ying. Yaxshiroq. B imona 12 deb yozaman, chunki 12 ni 1 ga bo'lsam 12 chiqadi. 12 ni 12 ga bo'lsam 1 chiqadi. Bu 2 desam imona deyarli olib yozaman, chunki bo'luvchilarni topishni osonroq bo'ladi. Keyin 3 desam, o'sha 4, ya'ni ikki tarafdan bir-biri bilan qo'shma o'ynab chegaralashgan qiladi. Masalan 24 ni yozsam, B yana shu gap 24, 2 12, 3 8, 4 6 tugadi. Mana bu sonni bo'lishlar va bular murakkab son. Qoidasi bor. 2 tadan ko'p bo'luvchiga ega bo'lishi kerak.
böluvchiga ega. Men buni bolalar aytaman. Hey, o'zidan boshqa bir sona bo'lindimi? Demak bu murakkab. Tamam, boshqa gap bo'lmaydi. Endi qarang, misollarga qarang. Hey, misollarni yoddan shuni aytib tushuntirdik. Turli katta sonlar bo'linish belgilari. Yoddan chiqarmanglar, bu mavzular dim muhim. Masalan, qarang, 12 deganim qaysi ikki dona sondan tashkil topgan? Ko'paytirsang o'zaro tub ikkisi. Hozir tushuntiraman o'zaro tub. 3 va 4. O'zaro tub degani ikkisi bir vaqtda bir xil songa bo'linadi. Tushunarli bo'ladi? Bo'linmaydi. Lekin ularni ko'paytirmaysiz 12. Qoidaga kirib chiqaramiz 12 ga. Bir vaqtda 3 ga va 4 ga bo'linadi bo'lsalar 12 ga bo'linadi. Aynan keldik. Masalan 24 necha bilan necha olamiz sizlarcha? 3 bilan 8 ni olamiz. Nima uchun 4 bilan 6 ni olamiz? Sababi bularning ikkisi ham 2 ga bo'linadi. O'zaro tub emas. Demak 3 bilan 8 qoida. Bir vaqtda ham 3 ga ham 8 ga bo'linadi bo'lsalar 24 ga qoldiqsiz bo'linadi degan qoida kelib chiqadi. Endi qaranglar, misollarni ishlab chiqamiz. Buni misollari boshlari bu oddiy natural bo'lishlarni yozib chiqinglarchina. Masalan, 3-misol oddiylarni ichidan sizlar yaxshi shu narsani ko'rib qaraman. 36-misolga qaraman. Bo'lishlarni yozib chiqib, ina yo'qni o'rgatyapsizlar. 36 2 18 ga dizam kamaygan. 3 12 4 9 va orada bir dona 6 qolib ketdi. Ko'ringlar, mana bu 36 ning bo'luvchilari hisoblanadi. Endi hozir saklayman orada. Qaranglar, juda 11 ga bo'lishni tushuntirib beraylik masalan. 27-misolga qaranglar. 87542. Raqamlarni o'rlashib chiqaman. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi. Qoidani chiqar. Bilmasangiz shuni orqaga tortib bering, qaytmang kerak. Qarang. Juft o'rindagi raqamlar yig'indisidan, demak 7 bilan 4 dan to'q o'rindagi ena 8 5 2. Ayirmasi 11 ga bo'linsa, qaranglar, bu yerda 11 bo'ladi bu. Buni qo'shib bersam 15 bo'ladi, -4 bo'ladi. Menfi musbat ahamiyati yo'q, lekin bu bo'linmaydi. Demak, bu son nishatmaydi, bo'linmaydi. Yana birini ko'rib beraman sizlarga. 65 656.565. Demak, birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin, to'rtinchi o'rin, beshinchi o'rin, oltinchi o'rin. Juft o'rindagi qaysi? 5 5 6. Toq o'rindagi qaysi? 6 6 5. Demak, 6 6 5. Manimcha omadimizga emas. Yana shu bo'limga chiqdi. 16 - 17 - 1. Yana bo'limga, demak bu sonlar nishatmaydi 11 bo'limga ekan. Ketgina davom ettiramiz. Orada misollar, oson misollar. Men sizlar 39 ni ko'rib beryapman. Demak 39 48 7 Demak 6 ga bo'linadi zartda. 6 ga bo'linadi. Qoidani chiqar. Yana takrorlayman. Juft oxiri juft va raqamlar yig'indisini nechaga bo'linishi kerak? 3 ga. Demak, yozamiz. 4 qo'shilgan 8 qo'shilgan 7 qo'shilgan nechaga bo'linishi kerak? 3 ga. Lekin uni juft son qo'yish kerak. Hisoblamanglar. 19 qo'shilgan necha kerak? 3 ga bo'linishi kerak. 19 dan keyin 3 ga bo'linadigan qaysi? 21. 21 bo'lish uchun uni 4 qo'yish kerak. 24 bo'lish uchun uni 5 qo'yish kerak. 27 uni 6 qo'yish kerak. 30 bo'lish uchun 11, lekin bir dona raqamni 11 yozib bilinmaydi. Va bizlar juft bo'lish uchun demak uni 4 va 5 ni qo'yishimiz mumkin ekan. Xuddi shu tartibda davom ettirib ketaman. Bizada ketdik, masalan, orada misollarni javoblarni tashlab o'tib ketaman. 47-misolni ko'ramiz. Qaranglar, 36 54 Demak 11 ga bo'linadi deb turibdi. Yo'llar tushuntirib 3 dona qo'ysam, qoldiqsiz bo'linadi degan so'z. 11 ga bo'lish uchun juft o'rindagi raqamlar yig'indisi 6 qo'shib 4, toq o'rindagi raqamlar yig'indisini ayirmasi bu 10 bo'ldimi? Ko'p holatda yechikdan kelishi kerak. Demak, bu deng bu qilish kerak. 10 teng 8 plus bir de 2 qo'ysam to'g'ri keladi. Tushundingizmi? Tushungan bo'ladi, tushundim demayman. Bu bunda 51 dan 57 gacha tub sonlarni yozib qo'ydik. 57-misolni hozir o'rgatib ketaman sizlarga. 15 dan 35 kesma degani 15 dan 35 gacha bo'lgan sonlarning hammasi. Bir de tub sonlarni yozib qo'ydik.
Demek köşürüp koyamız yani. 17, 19, 23, 29, 31, 33 gram, 20. Bor, tub sollar, inançlar ekan. Ana yine do'stimiz bo'ldi. Yine shu gap. Motivatsiya beramiz deydi. Motivatsiya time deydi-ku. Demak, davom ettiringlar. Harakatdan to'xtamaylik muhimdan. Hozir masalan videoni o'chirib qo'ydingizmi? Tamam, o'ylaysiz. Telegram kanalga o'tkazamizlar. O'tmadingizlar. Telegram kanal o'tish kerak. Telegram kanalda bu mavzularni to'liq va batafsil misollar bilan tashakkurman. Misollar bilan yurib olsangiz mumkin. Qolaversa, boshqa ustozlarning videolarini Telegram kanaldan topishingiz mumkin. Mana shu yerda reklama tugaydi. Davom etamiz. Qaraman misollarni o'taman. 61 misol bizlar berib qo'ydi. X ko'paytiruv y teng 14. Bir aytib turibdi, x ham y ham tub son. Tub sonlarni ko'paytmas 14 bo'lishi. Qaysi ikki son bo'lishi kerak? 2 bilan 7 bo'lishi kerak. Tamam. X teng 2, y teng 7. Masalan, 64 ga qaramay, yomon qo'rqasizlar. X plus y teng 21 bo'lishi uchun qaysi ikki tub sonning yig'indisi 21 bo'ladi? Bilmasang, buning mesela 2 bilan 19. Başka variant bormi? Yozib chiqish kerak emas. 3 bilan 18, 27. Çünkü 18 murakkab son. 4 bilan necha? O'sha 4 bilan 27. 5 bilan necha bo'ladi? 5 bilan 16, 27. 6 bilan 7, 7 bilan beramiz. Demak, 7 bilan 14. Вообще doğru ekan. 7 dan keyingi 90 qaysi? 11, 11 bilan 10 doğru ekan. Uni almashib keladi. Demak, bir dona qarang, 2 bilan 19 ekan. Xuddi shu tartibda davom etib ketamiz. Biza 72-chi misollarga o'tamiz. A plus 2 va A minus 1 har biri tub son. Bulan tub bo'lsin. Necha qo'yish kerak bundan? O'sha topamiz. Masalan, 3 qo'yib ko'ramiz. Bo'ldi, topdik o'zi. A teng 3 ekan. Mening kallam zo'r ishibdi. 3 qo'ysam 5 va 2. Tamam. Tub sonlar ketdi. Bularning hammasi shu tartibda ishlanadi. Endi men sizlarga juda chiroyli misollardan birini ko'rsatib bermoqchiman. 83 yoki 84 misol. 38 x 4 y. Bu ustoz sonni bilmaydi deb o'ylayman. Prosto shunday yozib qo'ymoqman, o'qiyman. Chunki x y yo'q-ku. 3 ga 5 ga bilan. Ana bildi. 5 ga bo'linishni oxir nom bilan tugash kerak. 0 yoki 5 demak. 0 yoki 5 qo'yib beramiz. 2 dona son qolsin bu bizda. Yani 2 xil imkoniyat bor. Endi 3 ga bo'lish belgisi chiqadi. Raqamlaymiz. Sizlar o'zi turibsizlar, raqamlar yig'indisi bo'lishi kerak ekan. 15. Demak, bu sonni nechaga bo'lish kerak? 3 ga. 3 ga bo'lish uchun birinchi x o'rniga 3, chunki 18, 6, 3 qo'shib qo'yamiz. 9. Tamam. Buni nechadamiz endi? Yana shu raqamlar yig'indisi. Demak, raqamlar yig'indisini qo'shadigan bo'lsam, bizga to'g'ri qo'shganimiz x qo'shuv 12, 20 bo'ladi shunda. 20 yana shu gap 3 ga bo'lish kerak. Birinchi 21 shuni qo'shib qo'yamiz. 4, 7. Tamam. Demak, x ni 6 qiymati bor ekan, y ni 2 ta qiymati bor ekan. Bizda nima so'radi? X raqamining qanday qiymatlari bor degan hammasi qo'yamiz. Menimcha tushundingiz, bu mavzu dumonda qiziq va qiyin mavzu emas, lekin men ikkita oxirgi misolni ko'raman. Iqtidorlar tarafidan o'tmanglar, sababi ularni hali sizlar tushunmasligingiz mumkin. Sonun eng kamida necha marotaba ketmagan yozilsa 9 ga bo'linadi. 9 ga bo'lish belgisini chiqarib. Raqamlar yig'indisi nima edi? Qaraman, buni raqamlar yig'indisi 2. 2 dan nechasini qo'shsam 9 ga bo'linadi? 18 bo'lishi kerakmi? 18 aytamiz. 18 bo'lish uchun 9 dan 2 ni yozish kerakmi? 2 va hokazo, ya'ni 9 ta 2 ni qo'shish kerak. Bu degani mana bu sondan ham 9 ta yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bularni qo'shsak, yana 18 chiqadi. Demak, 18imiz nechada? 9'a bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, son 9 ga bo'linadi. Bizlar tushungan bo'lsangiz, keyingi video darslarini